Assalomu alaykum, hurmatli retrit qatnashuvchilarimiz, YouTube kanal a'zolarimiz. Bugun mana biz o'quvchilarimiz bilan 7-tog' retritini ko'rilish jarayonlari. Bugun biz sizlar bilan albatta sizlarni qiziqtirgan muammolarni yechamiz. Albatta shukronalikka to'xtalib o'tamiz. Bugun sizlar bilan suv amaliyotlari bo'ladi, gipnoz texnikasi, meditatsiya va sizlar bilan yana tungi amaliyotlar bilan shug'ullanamiz. Shuning uchun shukronalik mavzusi juda ham keng mavzu. Agar kimda shukronalik haqida savollar bo'lsa, berishinglar mumkin. Ustoz, qarang, men juda ham ko'p psixologlarga borganman-da. Shukronalikni hamma psixologlar beradi, lekin shu vaqtgacha men hech ham natijaga chiqmaganman. Hozir men shukronalik yozaman, lekin haqiqiy shukronalik qanday yozishni bilmayman, texnikasini bilmayman shukronalikni. Aziz ishtirokchilar, bugun men sizlarga tushundim. 2024-yilda biz qanday qilib effektivna, ya'ni natijaga chiquvchi shukronaliklarni yozishni o'rganishimiz kerak. Avvalambor shukronalik ikki qismga bo'linadi. Birinchi qism yozamiz. Birinchi qism bor narsalarimizga shukrona keltiramiz. Chunki biz bor narsalarga shukrona keltirganimizda, demak bizning vibratsiyalarimiz juda ham oshadi. Nimalarga shukrona keltirasan, Nodira? Hozir bor narsalaringiz. Hozir sog'lig'imga yaxshi bo'lgan. Juda ham yaxshi. Oilam bilan sayin ahvolimiz, nimamiz yaxshi bo'lib boradi, muomalamiz. Oilam bor uchun, farzandlarim bor uchun Yaxshi. Demak, biz birinchi avvalambor 10 ta, demak 10 ta narsaga hozir biz nimalarga egamiz? Tana sog'ligimiz, farzandlarimiz, vatanimiz uchun shukronalik yozamiz. Demak, bor narsalarga yozamiz. Ikkinchi esa biz eng zo'r tomoni, bu juda ham ko'p psixologlarda yondashilmaydi, maqsadlarimizga shukronalik yozsak ham bo'ladi. U qanday bo'ladi? Aytaylik, siz 2024-yilda juda ham ajoyib maqsadlaringiz bor. Xuddi shu maqsadlaringizni hozirgi zamon fe'lida yozasiz. Chunki bu shukronalikni men juda ham ko'p yillardan buyon o'zim hozirgacha shukronalik yozaman va biz o'zimizga qanday shu biz agar mashina xohlaymizmi, xohlagan maqsadimizni amalga oshirilganligi haqida hozirgi zamon fe'lida yozganimizda biz xuddi o'shanaga ega bo'lgandek bizda hissiyotlar paydo bo'ladi. Hissiyot nima? Hissiyot bu onyozdir. Tushunyapsizmi? Onyozda biz bilan emotsiyalar bilan, hissiyotlar bilan gaplashadi. Demak, hozir maqsadlarimizga 2024-yildagi shukronalikni yozib qo'yamiz bugungi chislo bilan. Ketdik. Masalan, sizni bir yillik kursingizga qatnashmoqchi bo'lsam. Qarang, men Gavhar Azimani 1 yillik 12 oylik Business Lady gruppasiga qatnashayotganimdan shukronalik keltiraman. Talaba bo'lganimga shukronalik keltiraman, minnatdorman, yozamiz hammamiz. Ikkinchisi, Nigora sen. Men sizni psixologiya darslaysiz. Men ustozimni o'sha Sehrli lift gruppasini talabasi bo'lganim uchun shukronalik keltiraman, minnatdorman. His qildingmi shuni? Siz? Men 2024-yil Toshkent Citydan 5 kunlik dam olganimda his qildim, kalitini oldim. Shu bugina. Shukronalik keltiraman, qo'limda kaliti borligi uchun. Shukronalik keltiraman. Minnatdorman. Yozamiz. Barakali pullarga. Men 2024-yilda katta miqdordagi pullarga ochilganimdan shukronalik keltiraman, minnatdorman. Allohimga shukr. Men 2024-yilda ustozimga Harazimani Primqul ko'rsatib, moliyaviy erkinlikka chiqqanimga shukrona keltiraman. Va 100 ta o'quvchi bilan Singapur retritiga ketayotganligim uchun minnatdorman, shukronalik keltiraman. Shu narsani his qiling doimo. 2024-yil 20-dekabrda bunda shu mahalda Dubayda nishonlanmoqchiman. Nishonlayotganligim uchun shukronalik keltiraman, minnatdorman. Oilam bilan so'zini qo'sh. Doim biz sayohatlarni yozayotganimizda, agar biz oilamiz bilan, turmush o'rtog'imiz bilan, shogirdlarimiz bilan doimo yozib ketishimiz mumkin. Chunki ko'p holatlarda men o'zimda shuni yozganimda o'zim yozib qo'yganman. U hatto albatta siz agar uy olmoqchimisiz, Sharifoxon, Tashkent Cityda kim bilan yashamoqchisiz? Xuddi shu insonlarni yozib o'tishingiz kerak. Go'zal. Men 2024-yil yanvar oyida dadamni umraga jo'natganimdan minnatdorman, shukronalik keltiraman. Juda ham zo'r. Biz albatta qizil daftardan foydalanishimiz
bo'lishimiz kerak. Bu ham sirli texnika va albatta qizil ruchkadan foydalanishimiz Bitta kerak. savol keldi. Mana, Aynan loyiha. kunini ham yozish shartmi? Agar siz xuddi shu o'zingiz qaysi kunni belgilasangiz, kunlarini ham yozib ketsak bo'ladi. Uni bizga nimasi yo'q. Juda ham yaxshi. Ustoz keyin yana menda bitta savol. Men yozganman-da, o'shani o'qiganman. Aha. Kunini yozib ketganman-da, lekin o'sha kunda bo'lmagan. U nimada? Noto'g'ri yozganligimdanmi nima? Yo'q, noto'g'ri yozganligingizdan emas. U yerda siz o'zi his qilish kerak. Juda ham katta emotsiya bo'lishi kerak. Biz shukronalik yozayotganimizda xursand bo'lib, o'sha maqsadimizga erishgan holatda. Tushunyapsizmi? Balki seni emotsional holatlaring past bo'lgandir. Tushunyapsizmi? Chunki bizda shukronalik yozayotganimizda bizni hissiyotlarimiz juda ham ko'tarinki ruhda bo'lishi kerak. Ayrim holatlarda mana 20-dekabrga bo'lsa, 19-dekabr kuni amalga oshib qoladi. Bo'lmasam 21 qanaqadir chisllarda nima xatoliklar bo'lishi mumkin. Lekin shukronalikni eng katta qoidasi, eng katta siri bu hissiyotlar. Vibratsiyalarimiz juda ham kuchli to'lqinda, ya'ni bizni tanamiz his qilish kerak. Ayrim holatlarda esa men juda ham o'zimga go'zal mantralarimni qo'yib olaman. Aytaylik, Allohim yo'l ber, mantrasi bor, boy va baxtli ayol mantralarini qo'yganimda, prямо shukronalik bilan uchib ketaman. Xuddi o'sha vaqtda sizning maqsadlaringiz 100% amalga oshadi. Keyin agar sizga xuddi shu shukronalikka siz har oyda, har kunda, haftada yoki постоянно yozib boradigan bo'lsangiz, bular juda ham tez avtopilotga chiqishni boshlaydi. Aytaylik, siz bir hafta yozdingiz, 10 kun, 20 kun, 30 kun, bir oydan keyin shukronaligingiz juda ham tez ishlaydi. Chunki bizning ongimiz kvantoviy sakrash qiladi. Biz ongimizda xuddi o'sha o'zimiz maqsadimizga amalga oshirganimizni ko'rsatib beramiz hissiyotlar bilan. Lekin bitta joyda yana ikkinchi sekreti bor. Ya'ni ikkinchi siri avvalambor, qani birinchi qismda biz nima qilamiz? Birinchi qismda biz bor narsalarimizga shukronalik keltirdik. Bor narsalarimiz 20 ta bo'lsa, maqsadlarimiz 10 ta bo'lishi kerak. Kim tushundi shu joyga? Tushundinglarmi? Agar biz qanchalik bor narsalarimizga 30 ta ro'yxatda bor narsalarimizga shukronalik yozdik, lekin bizda 20 ta maqsadga, chunki biz bor narsalarimizga ko'proq shukronalik keltiryapmiz va biz maqsadlarimizni kamaytirib qo'yishimiz kerak. Kim tushundi? Xuddi shu vaqtda biz hozirgi shu uysiz bo'lsak ham, ijarada bo'lsak ham bizda shukronalik demak yonadi, yoqiladi va bizni amaliyotlarimiz juda ham tez ishlashni boshlaydi. Shukronalik yozayotganimiz biz albatta juda ham go'zal prichoskalarda iloji boricha qanaqadir bir yarki, chiroyli kiyingan bo'lishimiz kerak qizlar. Tushunyapsizmi? Chunki emotsiya, как будто biz ertangi hayotimizni ssenariysini yozyapmiz. Kelajagimizni bu biletda biz uchun. Shuning uchun albatta sochlarimiz, mana yoki o'smalar qo'yganmiz, xinalar qo'yganmiz, sochlarimizni chiroyli qilib, oq ko'ylaklar kiyganmiz, xuddi shunaqa qilib juda ham ajoyib bir tarzda tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Chunki amaliyot bilan qachonki biz go'zal to'lqinda, vibratsiyada, kayfiyatda bo'lsak, bu bizning kiyimlarimizga ham e'tibori bor. Stolimizni usti, demak, ofisning stollarida o'tiramiz, uyimizda o'tiramiz, albatta juda ham go'zal bo'lishi kerak. Yoki bo'lmasam chiroyli qahva, apelsin soqlari, pul oqimini ochuvchi, yoki bo'lmasam menda albatta vazada gullar turadi. Bilasizmi, nima uchun bizni qalbimiz, tanamiz amaliyotdan charchamas kerak. Bo'ldi, yozgim kelmadi, men yozmayman deyish kerak emas. Nima uchun? U sizni demak bu demak amaliyot sizni qalbingizni amaliyot. Siz davlatda demak oylikka kimgadir ishlaysiz, tushunyapsizmi? Bu yerda sizni qalb orzularingiz bor, sizni niyatlaringiz, maqsadlaringiz, sizni o'zingizni bolaligingizdan 5-6 klassda o'qib yurgan sizni maqsadlaringiz bor va xuddi shu maqsadlarga yetuvchi. Demak, xonalarimiz qanaqa bo'lishi kerak? Xonalarimizni go'zal tarzda, albatta toza bo'lishi kerak. Stollarimiz usti oppoq qanaqadir bir nimalar bilan bezatilgan, gullar, komfort, juda ham chiroyli tarzda shukronalik xonangiz, ya'ni shukronalik stollaringiz doimo toza va ichimliklaringiz bilan bo'lishi mumkin. Siz juda ham go'zal demak ruchkalardan va yana bitta sekret kelyapti. Albatta shukronalik yozish hozir
hammanglar qaranglar, sizlar qo'linglarda 20 ming so'mlik ruchkalar olib kelganman. Nima uchun? Chunki har bir amaliyotimiz biz qanchalik qimmatbaho narsalarni bajarsak, biz mana nemetskiy производствоni ruchkalarini olganman. Chunki qachonki biz amaliyotlarimizga biz shunday chiroyli qimmatbaho ruchkalardan foydalansak va qimmatbaho demak daftarlardan spesial foydalanish kerak. Nima uchun? Unda ham demak sizda juda ham Alloh yanada sizni maqsadlaringizni ziyodasi bilan juda ham go'zal maqsadlar bilan beradi. Ruchkalarga ayamasligimiz kerak va daftarlarni ham eng narxi baland, go'zal daftarlardan foydalanishimiz kerak. Nima uchun? Siz o'zingizni eng sevimli uyingizda yoki avtomobilingizni amalga oshirganingizda shu daftarga qarab siz kayfiyatingiz ko'tariladi. Shukrona yazdim. Fikringizni bildiring. 2024-yilda ustozim Jafar Azimani Pirimqul shogirdlar kursida o'qib, moliyaviy erkinlikka erishib, Inkurus komandamdagi 100 ta hamkorim bilan oson yengil oddiy Allohim bilan oson yengil oddiy Singapur sayohatiga, retritiga ochildim. Yo'l oldim, minnatdorman, shukronalik keltiraman. Alhamdulillah, loyiqman. Nimani his qildingiz hozir? Borib kelganingizni his qildingizmi yoki niyat qilayotganingizni his qildingizmi? Biz siz bilan hozir Singapurda hammamiz o'tirganimizni laynerda dars qilayotganimizni kim his qildi? Davay, biz hammamiz hozir laynerda Singapur retritida nima qilyapmiz? Shukronalik darsini o'tyapmiz. Biz hozir laynerda ketyapmiz. Yozamiz, his qilib beramiz. Men hozir Singapur retritim laynerida. Juda ham yaxshi. Allohimga shukronalik keltiraman. Men chet el retritlarga necha marta borib keldingiz bugun? Sharpaxon bu yil 4 marta borib keldingiz. Singapur уже 5-retritingiz bo'ladi. Juda ham yaxshi. Endi siz yozishingiz mumkin. 1 yilda 12 oyda 5 ta chet el mamlakatlariga laynerda sayohatga chiqib kelganim uchun shukronalik keltiraman. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, agar sizga bizni tog' retritimiz, ya'ni turk kechasi bugun mo'jizaviy kecha, chunki hozir biz yangi yil kutish arafasida turibmiz. Bugun erta yangi yil kirib keladi 2024-yili. Albatta shukronalikda bo'ling. Bu yili sizni hamma orzularingiz amalga oshsin. Sizni 2024-yili Business Lady 12 oylik kursimda kutib qolaman. E'lonlar pastda silkada qoldiraman sizlarga va sizlar bilan men 12 oy bemalol ishlaymiz. Sizni muammolaringiz bo'lsa, agar sizni muammolaringiz 10 milliarddan oshiq bo'lsa, agar siz o'z biznesingizda tadbirkor bo'lsangiz, 6 barobarga, 10 barobarga foydani oshira olmayotgan bo'lsangiz, aynan bu biznesmen ayollar uchun, biznes ledilar uchun. Men sizlarni 1-yanvar kuni start beriladi. Hozir e'lonni описаниеga yozib qoldiraman. Adminlarga murojaat qiling. Agar sizga yana ma'qul bo'lsa, men sizlarni tog' retritimizda har hafta bo'lib o'tadigan jonli amaliyot texnikalarda men sizlarni kutib qolaman. Like tugmachasini bosishni unutmang. Kommentariyaga 2024-yil har bir orzu va maqsadlarimga erishdim so'zini yozib qoldiring va albatta sizlarni Doktor Azimova rasmiy kanaliga obuna bo'lib, Telegram kanalimizda juda ham o'zingizda betakror va beminnat tekinga zo'r meditatsiyalarimizni yuklab olishingizni so'rab qolaman. Men sizni Telegram kanalimizda kutaman va Telegram kanalimizda har hafta primo efirda jonli meditatsiyalarni yo'lga qo'ymoqdamiz. Hammangizni kutib qolaman.